Assalomu alaykum do'stlar, qandaysizlar? Hozir bizga ana kirpich urgan ustalar chiqibdirda. Kirpich ishi bormi deb. Bizga hali kirpich urgani, beton qo'ygani zakaz tushmadi. Bizga ko'proq nima tushdi dedik. Отделка ish tinmaydi bizda. O'shuning uchun kirpich tom yopish kerak bo'lsa, naves qilish kerak bo'lsa, o'shalarni aytib o'tasizlar. Ponni podключ qilamiz o'zi. Ko'proq bizga отделка ishlar tushadi. O'shunga kirpich urgan bizga 3 kun oldin yo 1 juma oldin eskertib qo'yinglar. Borib qancha kirpich ketadi, ili beton qo'yadigan bo'lsa necha kub bo'ladi, naves qilinadigan bo'lsa qancha material ketadi. O'shalarni hisoblab turib, materialni shu ustalar borgan paytda olib borib olsa, uydaga tushirishga to'g'ri kelib qoladi. O'shuni расчетini olinglar. Sizlar tapir-tupurlab kelib olib, o'zinglar qiylanib tushiribsizdan, kirpichni ham tushirgan odam kerak. O'shuning uchun расчет olinglar do'stlar. O kirpichni zavoddagilar kirpichni solib jo'nataveradi. Tushirishga kelganda o'zlari kerakli yerga tushirish kerak-da ustalar. Shunday do'stlar. Oldindan bizga zakaz beradigan bo'lsanglar, 1 juma oldin aytib qo'yinglar. Bizni kitobimiz bor, shu kitobga qarab chislalarni yozib borishimiz kerak. Naves qiladigan bo'lsa ham, значит, naves 1 jumada bo'ladigan bo'lsa, 1 jumadan keyingiga ish olishimiz kerak-da. Bir etaj uyda betonni qo'yish kerak bo'lsa, beton qo'yib qo'ygandan keyin, ozmas turgandan keyin, o'tirib olgandan keyin kirpich olinadi-da. Keyin o'tganda bitta ob'ekt ko'rdik do'stlar. 2 etaj uy qilgan, plitani bosgan, plitani bir yeriga kirpich tashlagan, plita sinib ketgan. Unday qilinglar do'stlar. Iloji bo'lsa plitani ulangan yerlariga qo'yinglar. Kirpichda. Mencha qochirib turib. O'rtaga qo'yinglar. O plita og'ir katta yukni ko'tarib yoraqa ketibdir-da shundan. Yoraqa ketibdir. O'shunday palapartish qo'yinglar. Ustalar ham ko'pchiligi bilib mashinadan olib tashlaydi o plitani ustiga. O'tib ketayotib ko'rdim-da. Unday qilinglar do'stlar. Plita ham bir yerga nagruska bo'ladigan bo'lsa sinib ketadi do'stlar. Hech qancha ichi bo'sh bo'ladi uni. O'shuning uchun bir yerga tashlamaydilar. Iloji boricha bo'lib 200 ta 300 ta qilib har yerga qo'yinglar. Bitta plitani ustiga uyib qo'ysanglar, ona plita yoraqa ketadi. Bo'linib ketmasa ham yoraqa ketadi. Keyin ustalar ketgandan keyin o'zingizga ziyon bo'ladi do'stlar. O'shunga ko'pchilik e'tibor berib aytadi do'stlar. O'shuni aytib qo'yinda video qildim. Naves qiladigan bo'lsanglar, nima, g'ish urdiradigan usta kerakmi, beton qo'yadiganmi? O'shuni bizga 1 juma oldin eskertib qo'yinglar do'stlar. Boshidagi nomerlar bizniki. Mayli tinch bo'linglar do'stlar. Bir yo'li beton qo'yganda dimoxodda обязательно men o'zim bo'lsam dimoxodni barini qo'yib ketaman. Ichini to'ldirib ketadigan bo'lsa, g'ish urayotganda duvaldan qo'yib ketish kerak. O'shi ham bo'lsa, iloji yo'q patologdan qo'yiladi. Dimoxodning bunday nima bo'ladi o'zi? Patologga qo'yib ketish kerak do'stlar. Endi bakovoy bo'ladi. Baseno ko'rdinglarmi? Mana qayer? Ono gul turadi. O'shnaqa yerga, mana qayerga qo'yib ketadi. Dimoxodniydi. Iloji bo'lsa kirpichdan qo'ydirib ketkilar. Kanal o'ziga kirsanglar, qattalab qo'yinglar. Podpisatsiya bo'lishni unutmanglar do'stlar. Nima ish qilasin deganlarga ponni podключ qilaman men. Boshidagi nomerlarga yozib qo'ysanglar, связноyga chiqsanglar, связь yo'q bo'lsa, yozib qo'yinglar, ili salom deb qo'yinglar, ili alo deb qo'ysanglar, men o'zim aloqaga chiqaman do'stlar. Tinch bo'linglar do'stlar.